Assalomu alaykum, Farhod Mebel kanali obunachilari. Mana sizlarga 26-may kuni Qo'qon shahriga olib kelgan mebelimiz high-tech fasonda bo'lgan 6 eshikli, razmerlari 2,5 metrga, balandligi 2,15 cm bo'lgan. Keling, Rahmatjon. Har doimgidek kromkalarga keladigan bo'lsak, zavodskoy PVX kromkalar ko'chadi degan muammo bo'lmaydi inshaalloh. Sharnirlari, oshmoshlari hamma joyi o'zi tortib oladigan gazli mexanizmdan ko'ring. Bu muskoy tarafi pastda shimikligichlari alohida, ko'ylakligichlari alohida. Oshmoshlarga e'tibor beramiz. 5 tadan qo'yilgan, 4 ta yo 3 ta qo'yilmagan. Ko'ring, betlarida chaqlangan qora yo'l oynalar, o'rtasi har doimgidek polka. Polkalari ham keng, juda ham chiroyli qilib ishlatilgan. Mana bu yerda kelinlar tomoni ko'ylaklari uzun uchun tepada Qur'on kitoblariga, har xil ro'mollarga mana bu yerda ko'g'ilamiz dollar olsa seplari ham bor, yig'ib beradi Xudo xolasa. Divanlarimizning razmeri 210 ga 170, taglari yarim sandiq qilib, juda ham chiroyli qilib ishlatilgan. Juda ham katta sandiq. Tumbichkalarini bosh taraflarida birochiraqlari bor. Tumbalarimiz ham hamma yo'g'i o'zi tortib oladigan mexanizm. Tremomizga alohida e'tibor berib ko'ramiz. Tremolarimizga ham oynalari yonadigan sensor oynalar. Ko'ring. 5 ta tortmadan iborat juda ham chiroyli tremomiz ham hamma yo'g'i alohida pufklari ham juda katta baquvvat qilib ishlangan. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, Farhod Mebelga bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekran ostidagi telefon raqamlariga telefon qilib, yurakchani qizartirib qo'yasizlar. Hojona, mebellarimiz sizga yoqdimi? Yoqdi-da. Bergan pulingizga rozi bo'lasiz, Xudo xolasa. Ilohim sizlarga ham Alloh dastlaringga baraka bersin. Barakasini yog'dirsin, qo'llaring dard ko'rmasin. Mana ulg'aygan kunlarda bizga chiroyli mebellarni olib kelibsizlar. Ilohim shu balamni ham Ilohim yaxshi joylardan kelin qilib olay Ilohim. Sizlarga ham Alloh rosa ko'p rizq bersin ulg'aygan kunlarda. Dastlaringga Alloh baraka bersin. Ilohim bildan keyin yosh detskiy mebellar olib kelgan Hasan sizlar Fotima Zuhra farzandlar bersin ukamizga. Amin. Allohu akbar.